Uch toifadagi erkaklar deyarli o'zgarmaydilar. Ichadigan, uradigan hamda yuradigan erkaklar. Birinchisi, bu ichishni yaxshi ko'radigan erkaklar, alkogoliklar. Bu oddiy odat emas. Bu chuqur psixologik va jismoniy kasallikdir. Ko'p holatlarda turmush o'rtoqlarini, ota-onasini yoki farzandlarini, do'st birodarlarni aybdor qiladilar va o'zlarini ustilarida ishlashdan voz kechadilar. Ikkinchi toifadagi erkaklar uradigan erkaklar, abyuzerlar, bu zo'ravonlar. Bu tipdagi erkaklar asosan bolalikdagi olgan psixologik travmalar natijasida xarakterlarda tug'ilgan muammolar natijasida ana shunday abyuzerlarga aylanib borishadi. Uchinchi tipdagi erkaklar bu xiyonatkor erkaklar. Bu erkaklar juda ko'p hollarda men bilmay qoldim, menga emotsiyalar yetishmaydi, bu boshqa qaytarilmaydi deb va'dalarni juda ko'p berishadi. Lekin ko'p holatlarda ular bergan va'dalarning ustida turishmaydi va o'zlarini ko'p holatlarda oqlay olmaydilar. 100% dan 90% erkaklar deyarli o'zgarmaydi. Deyarli o'zgarmaydi. Faqat 10% gina erkaklar o'zida kuch, iroda topgan, mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan, qadriyatlarni o'zgartirgan, tibbiy psixolog terapiyalardan o'tgan, klinikalarda davolangan erkaklar albatta sog'lom holda o'z oilalariga, sevimli yorlari oldilariga qaytadilar.